Kartoshka usulida bodring salat qilib yemoqchi bo'lsangiz, shu videoni ko'ring. Kartoshka qaynonamni o'zlari tayyorlab, retseptini ko'rsatib beradilar. 5 ta bodring bilan bitta piyozni to'g'rab, ustiga 2 qoshiq shakar solib, keyin 5 qoshiq quritilgan qalampir solamiz va 2 qoshiq maydalangan chesnok solib, 5 qoshiq soyavoy sous solib yaxshilab aralashtiramiz. Biz 5 ta bodring bilan bitta piyoz solganimiz uchun soyavoy sousni 5 qoshiq soldik. Agar sizda kamroq bo'ladigan bo'lsa, kamroq solishingizni maslahat beraman. Soyavoy sousni solib bo'lganimizdan keyin 6 qoshiq olmali uksusimizni ham solib olamiz. Chunki bu uksus salatimizga juda ham mazali ta'm beradi. Hamma masalliqlarni solgandan keyin yaxshilab aralashtirib yeb ko'ringlar. Agar tuzi kam bo'ladigan bo'lsa, bizga o'xshab shunaqa ozgina tuzdan qo'shib olishinglar mumkin. Tuzi me'yorda bo'lganidan keyin ustiga kunjut yog'i bilan qovurilgan kunjutdan ko'pgina sepsanglar juda ham mazali chiqadi. Aralashtirayotganingizda shunaqa tagi bilan yaxshilab aralashtiring, chunki souslari tagiga yopishib qolishi mumkin. Siz ham xuddi shunday retsept bilan bodring salatini tayyorlab ko'ring, juda ham mazali chiqargan, yoqimli ishtaha.